Hi, BYD. Я здесь. Откройте люк. Akele, ovoz bilan boshqarish. O'sha zamon rivojlandi. Bemalol shunaqa so'ng prolarni bosib olsa bo'laveradi. Gibridda 1100 km yuradigandan 24-yil 26 probeggina hech qancha yurmagan masofasi. Bu mashinamizni funksiyalari juda ham ko'p, lekin Abduf Abagirov bo'lmaydi, e'tibor bersanglar. Qolgan hamma funksiyasi bor. Tepalikdan tushish, tepalikqa chiqish, trafmon funksiyalari, Eco Sport, Comfort rejimlari, xullas, mashina panorama tom desam, xullas hamma narsasi bor. Salon ham juda ham ideal holatda saqlangan. Bu ikkita motorligi bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, kraska holatlari top-toza, ozgina petnosi bor, lekin uni ham ko'rsatib qo'yaylik. Kichkinagina petno yo'q. Где-то 10 santimetrcha joyda petno bor ekan, tegilmagan ekan. Mashinani qolgan hamma joyi radnoy turibdi. Bu Songpro narxini egalari bilan kelishib 22.100 dollarga tushirib qo'ydik. Bemalol bosib olsangiz bo'ladi. Bunaqa inomarkalarni o'tkazib olmaslik uchun inomarkalarga a'zo bo'lib, like bosib, Songpro qidirgan do'stga bu videoni jo'natib qo'ying.